Assalomu alaykum hammaga. Sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlar uchun yana yangi ish chiqaryapman. Shu videoni to oxirigacha ko'ringlar. Bir donadan like bosinglar. Обязательно shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Bugungi ishimiz Moskvadan bo'ladi. Moskva va Podmoskvadan adreslarini qo'yib o'taman. Kimgaki yaqin bo'lsa, mana shu adreslar, mana shu metrolar yaqin bo'lsa, kelib shu ishda ishlashlaring mumkin. Уборщицаlar kerak, pekarlar kerak, raznорабочийlar kerak, brigadir kerak. Polni ishchi условиясini qo'yib o'taman. Nima ish qilinadi, oyliklari qanday. O'zim aytib o'taman, yana bir marta qo'yib o'taman. O'zlaring polni ko'rishlaring mumkin, o'qishlaring mumkin. 4000 rubldan smenasi уборщицаlarga va pekarlarga. Pitaniyasi bor. Metrosini nomini qo'yaman. Qaysi metrodaligini. Mana shu yaqin atrofda yashaydigan odamlar kelib ishlashlaring mumkin. Официальный ish трудовой договор qilib beradi. Bir oyda 2 marta oylik beradi. 15-30 chisllarda. Kimgaki ish kerak bo'lsa, marhamat, mana shu ishga kelib ishlashlaring mumkin. Registratsiya, трудовой договор, перевод pasport va boshqa dokumentlar kerak bo'lsa, srочный ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar. Sabr Musofir kanalidan nomerlaringizni oldik. Bizga dokument nomini aytasiz, qanday dokument kerak bo'lsa, sizlarga arzon narxda качественный dokument, original dokumentlardan kam bo'lmaysizlar. Issiq joy, toza joy kelib ishlasalaring bo'ladi shu ishda. Sizlarga tavsiya qilaman shu ishni. Официальный ish bo'lgandan keyin sizlarga трудовой договор qilib beradi. Полностью официальный ishlaysizlar. Yotoqxonasi kerak bo'lsa, biron yaqin atrofdan yotoqxona kompaniya topib berishga yordam beradi. Aytib o'tganimdek, sizlarga yangi zo'r ishlar chiqaraman degan edim. Mana sizlarga yaxshi zo'r ishlarni. Ko'pchilik odamlar telefon qilib, bez объем ish chiqaring. Bez объем ishlamoqchimiz deb turadi. Mana sizlarga bez объем ish chiqaryapman. Kunlik to'lanadi, bez объем ishlaysizlar. Lekin официальный ishlasizlar, har 15 kunda oylik beradi. Mana akalar, opalar, sizlarga shunday ishlarni tavsiya qilyapman. Shu ishlarni tavsiya qilganim uchun sizlardan podдержканы kutib qolaman. Bir donadan like bosinglar, обязательно shu videoni do'stlaringizga bu tarafga jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa, bundan tashqari choyxonalardan ham yaxshi zo'r joylardan ish chiqarishni boshlaymiz. Sizlarni podдержкalaringiz bilan sizlar podдержка qilsalaring bo'ldi. Like bosamiz, обязательно tanish bilishlarimizga jo'natib qo'yamiz.